Allohni tanishni o'rgatgan cho'pon yigit. Alloh taoloning suyukli bandalaridan biri. Tarixda savdogarlar ustozi deya nom qozongan Abdulloh ibn Muborak bir kun yo'lda ketayotib, bir qancha qo'yi bor bir cho'pon bolaga ko'zi tushdi. Unga rahmi keldi. Bechora, yoshligi cho'ponlikda o'tsa, katta bo'lganda Alloh taoloning toat ibodati va ma'rifatga qanday erishadi, qanday ilmli bo'ladi deb o'yladi. So'ng borayda unga Alloh taoloni tanishi uchun biror nima o'rgatay deb ahd qildi. Birozgina yo'l yurib, bolaning yoniga bordi va dedi: "Bolajonim, Alloh taoloni taniysanmi? Qul qanday qilib o'z sohibini tanimasligi mumkin? Alloh taoloni sen nima ila taniysan?" "Bu qo'ylarim orqali taniyman." "Qo'ylaring orqali Allohni qanday taniysan?" "Agar cho'pon bo'lmasa, bu qo'ylar hech narsa qila olmaydi. Bularga suv va o't beradigan, bo'rilar va boshqa xavflardan qo'riqlaydigan bir kishi kerak. Shundan tushundimki, bu koinot, insonlar, jinlar, hayvonlar, jonivorlar va qushlarning bir qo'riqchisi bor. Albatta unday zotga ehtiyoji bo'ladi. Bu maxluqotlarni qo'riqlashga Alloh taolodan boshqasi qodir emas. Shunday qilib Alloh taoloni bu qo'ylar orqali tanidim." "Mashalloh. Alloh taoloni sen qanday tasavvur qilasan? Hech narsaga o'xshamaydi deb bilaman. Unday ekanini qayerdan bilasan? Yana shu qo'ylarim orqali?" "Qanday? Biror izoh bera olasanmi?" "Men cho'ponman. Ularning qo'riqchisiman. Ular mening tasarrufim ostida. Ularga diqqat ila qarayman. Ular na menga o'xshaydi, na men ularga. Oddiy bir cho'pon qo'ylarga o'xshamas ekan, qanday qilib Alloh taolo qullariga o'xshasin?" "To'g'ri aytasan o'g'lim. Ilmdan biror nima o'rganganmisan?" "Bu sahrolarda qanday qilib ham ilm o'rganar edim." "Xo'p, boshqa yana nimani o'rganding?" "3 ilmni o'rgandim. Qalb ilmi, til ilmi va badan ilmi." "Bular nima? Men bularni bilmayman." "Qalb ilmi shuki, Alloh taolo menga qalb berdi va o'zining muhabbati va ma'rifatining joyi qildi. Bu qalb ila uni taniyman. Alloh taoloning suyuklilariga u yerdan joy beraman. Allohni sevmaganlarga u yerdan joy bermayman va undaylardan uzoq bo'laman. Til ilmi esa shuki, Alloh taolo menga til berdi va uni zikr qilmoq va o'zining ismini aytmoq yeri qildi. U bilan o'zini zikr qilmoqni, o'zini eslatadigan so'zlarni so'zlamoqni va o'zini eslatmaydigan so'zlarni so'zlamaslikni, bunday narsalardan uzoq bo'lmoqni ishora etdi. Badan ilmi shuki, menga badan berdi va uni o'ziga xizmat qilish yeri qildi. Shunday ekan, badanim bilan unga xizmat qilaman. Alloh taologa xizmat bo'lmagan narsalarni esa badanimdan uzoqlashtiraman." "Ey bolajonim, sen menga o'rgatgan narsalaring avvalgi va keyingi ilmlardir. Ey farzand, menga nasihat qil. Ey kishi, olim bo'lganingiz uchun hol bunday. Agar ilmni Alloh taolo roziligi uchun o'rgangan bo'lsangiz, insonlardan umid qilishni va so'rashni to'xtating. Agar ilmni dunyo uchun o'rgangan bo'lsangiz, jannatga hech qachon kira olmaysiz." Bu hikoyadan juda ham ko'plab ibratlarni olish mumkin. Bilasizmi, oddiy bir yosh bola Alloh taoloni qo'ylar orqali anglabdi. Bizning esa atrofimizda qanchadan qancha ustozlar, qanchadan qancha kitoblar va ilm bor. Biz ularni qadrlamayapmiz. Vaqt borida siz ham Allohni taning, unga qayting, ibodatga shoshiling. Chunki Alloh taolo har bir bandasini yaxshi ko'radi va albatta o'ziga ibodat qilishi uchun yaratgan. Salomat bo'ling.